blogerlardan iltimos qilamiz, hozir chetda turib o'tirib olasizlar. Sabab vakollarimiz bu yoq kun botyapti, shuning uchun tezlashtirishga to'g'ri keldi. Bo'lmasa birinchi, ikkinchi, uchinchi to'xlarni to'xtatib turamiz dedik. Erta to'ylaymiz. Hurmatli o'rtoqlar, o'ng qo'limda mana hozirgi kunda O'zbekistonda to'ylarda, kurashlarda bosh to'g'ri olishib, kurashib, xalqni haqiqiy havasini keltirib yurgan O'zbekistonda yosh polvoni Shohrux Baxtiyorov Qashqadaryo viloyati bir qarsang bo'lsin. Yon tomonimda O'zbekiston dzyudosida olimpiada qatnashchisi, Düsseldorf katta turnirining g'olibi, Osiyo chempioni, O'zbekistonning bir necha bor chempioni Muhammad Karim Qurramov. Yetaya mana shu yurtda bayrog'i uchun, shu yurtda kurash uchun kurashib kelgan. Bugun haqiqiy kurash birinchi to'g'ri kurashyapti. Yekalasining zoti qo'sh tuya $300. Qo'sh tuya Sherzod Bobirdan bittasi O'tkirdan nomidan ekan. Sherzod bilan Abdumalikning nomidan $300. Yana Qahramon Yeshamo'ning nomidan ham $100. $400 pul bor. Amin ekonomidan Xudoning to'lab qoling bo'lsin. Sog' salomat omonsin, chiroyli qilib. Yeshambo endi ekoga O'zbekistonimizda 20 yildan beri birinchi to'g'ri olishib kelayotgan Sherali Jo'rayev bir qarsak bo'lsin. Mana shu O'zbekistonni or uchun yuribdi. Qashqadaryo viloyati. Mana yaqinda necha yillardan beri o'zbek kurashini yana bir tiriltirishiga o'zining katta hissalarini qo'shgan to'y kurashlarining eng qiroli desak ham adashmaymiz. Zohid polvon Surxondaryo viloyati. Bu yekalasi ham o'zbekning polvoni. O'zbekning polvoni. Bugun chiroyli kurashadi, ularning zoti. Bir tuya Dilmurod ukasidan, Erkin raisdan $500. Amin, Alloh bir iqbollarini bersin, toza halol qilib bosib olasiz. Yekalasiga O'roq aka hakamlik qilasiz. O'roq aka keling. Nishonboning guruhlari ekan Toshkentdan $200 deganlar, Bezatjon akalarida. Bir qarsak bo'lsa, shu akalarga ham, Nishonbolarga ham, shu guruhlarga ham. Hey, to'y egalarini mana o'tirganlar kimlar uchun, hey, o'tinglar bunday, sal orqaga o'tinglar, orqaga o'tinglar bunday. Hey, o'tinglar bunday. Jang bo'lyapti, jang. Mana Muhammad Karimni olyapman-ku. Bekmurod polvon g'alaba davraga chiqib keling. Bekmurod Oltiboyev. O'rtalar bir qarsak bo'lsin. Rahmat Bekmurodjon, dunyo turguncha turgin. To'rtinchi to'g'rimiz. Olib keling bu yoqqa, Bekmurod polvon bu tarafda. Hey! Yo, ogohlantiring. Bir marta, ikki marta, 4 marta javob.
almashtirib solamiz. Ular Sharifda Muhammad Karim bilan Ha zo'r. Ha shohroq. Qarazor ishlaydi. Taraf. G'ovush Sevgan Rahmat Shohrux Zohid yekalang meni oldimga kelgan. G'ovushjon katta rahmat, mana to'yda hurmat qilib kelib, xalqni hurmat qilib kelib, mana Shohrug'ni olishganing uchun birinchi to'y qo'lonlari Shohrux bilan Zohid bu yoqqa kelmadi. To'y egasi aytyapti, super tovoq qilib qo'yaman deb. Endi bu gaping to'g'ri okajon, to'g'ri. Endi eshit. Endi hurmatli o'rtoqlar, hammalaringizga katta rahmat. To'y esa hammani Xudoyim taolo shunday to'ylarga yetkazsin. O'zbekistonimizda to'ylar nasib bo'lsa bundan ham zo'r bo'lib hammalarga rahmat, katta rahmat.